Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Hop. Kecha qorda toqa chiqib ketishgan ekan, qor yog'ayotgan paytida bu mashina ozgina sirpanib, mana shu polni mana shu chap tarafi bilan ariqqa tushib ketibdi. Oldi balonlar yorilib ketgan. Biz oldi balonni orqaga o'zgartirib qo'ydik. Hozir oldini polni ko'rib, orqani ko'rib turgan bo'lsanglar, mana balon qiyshayib yotibdi. Mana balon mashina qiyshayib yotibdi, mana bu yoqqa chiqib. Hozir buni bitta chiroyli qilib olib kirib tuzatib beramiz. Tog'larga chiqayotganda iloji bo'lsa ehtiyot bo'lib yuringlar. Mana bu holatga tushib qolmaysizlar. Sekin boshladik. Chunki mana bu narsasi ketib qolgan edi. Mana qiyshayib yotibdi. Normalni. O'ziniki yengisi keldi. Original Nissan. Shu shtangasini qo'yib, hozir bitkazib mashinani balonlarini ko'rsatib beramiz, turish holatlarini. Qolgan Nissan 9 mashinamiz bitdi. Ko'rinib turgan bo'lsa, mana bundoq qilsam balon tekis turibdi. Kelgan paytida balon mana bundoq qiyshayib yotuvdi, tashqariga chiqib. Mana ko'rinib turgan bo'lsa, ideal holatda. Mana telefonni tekis qilaman, balonlar ham tekis turibdi. Mana shu narsasi qiyshayib normal holatga qiyshayib keldi. Chunki oldinlarini ham keltirib qo'ydik. Oldinlari ham qiyshayib yotuvdi. Mana agarda kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, elektromobillarga polni, elektronika, hadovoy, mobil xizmat, kompyuterning diagnostika shu BYD Avtomasterga aloqaga chiqib ko'rasizlar, ishlarni chiroyli qilib, ko'ngildagi qilib, bitkazib qilib beramiz. BYD Avtomaster sog' bo'linglar.